Avvalambor assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, musofirda yurgan aka-ukalar, qishloqdoshlar, yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Aka-ukalar, mana shu 26-aprel kuni Guloyim opaning ishini boshladik. Mana Xudo xolasa pashta bo'lay deb qoldi. Endi bu yog'ini aytsak, hamma materialimiz olingan. Mana bugun ustalar katalogda уже bo'ldi. Men hozir endi bizada soat Moskva vaqti bilan past 3:30 bo'lyapti. Уже bo'ldi. O'zbekistonda 2 soat farq qiladi-ku. Ustalar tugatdi. Ertalab Shuhrat akani brigadasi kelib отделкani qiladi. Отделка ishlari, aboylarni qiladi. Aka-ukalar yana bir qo'llab yuborasizlar. Materialimiz hammasi 100% bo'lgan. Faqat usta haqi pulimiz tugadi. 0 1 so'm pul qolmadi. Oxirini G'olib aka mana bugun borib shpakilovka olib keldi 15 xalta. Keyin patologiya materiallarini keltirdi. Pulimiz 0 bo'ldi, tugadi. Vobshe 1 kopek pulimiz qolmadi. Mana endi shunga erta ustalarimiz отделкani boshlaydi, отделкani qiladi, aboylarni qiladi. Mana shunga ustalarga pul berish kerak. Keyin uyda oldini stashkasi qolgan. Uni ham hech kim tekinga qilib bermaydi. Hem tekinga qilib beradigan yigitlar bo'lsa aloqaga chiqsin G'olib akaga ham, menga ham. Buni baribir hamma tirikchiligi ustochilikda orqasidan. Mana shunga aka-ukalar bir qo'llasanglar, bir yordam qilsanglar, shu ustalarni stashkani pulini, patolog qilganlarni pulini, keyin mana отделка qiladiganlarni pulini bersak, shu bilan uyni topshiramiz Xudo xolasa. Shunga endi bir qo'llayverasizlar degan umiddaman. Mana shu pullargacha 26-apreldan to shu kungacha ehson qilganlarga hammalaringizga kattadan katta rahmat. Alloh taolo rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xudoga ming qatla shukr. Mana bu proyektimiz ham bitdi. Endi o'zimizda o'zbekchilikda bir gap bor-da, misol mana shunday bitta proyekt qilish uchun bir yigitni 1 yil umri Rossiyada o'tadi. Noldan to shu holatga keltirish uchun. Shuning uchun musofirda yurgan aka-ukalarga, hamkasblarga, O'zbekistondan yordam qilganlarga, qishloqdan yordam qilgan hammalaringizga kattadan katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudoga ming qatla shukr. Mana bu ikkinchi proyektimiz ham pashta tugadi. Faqat 3 ta ustani xizmat haqisi qolyapti. Shularni bersak bo'ldi. Uyda opaga topshiramiz. Hammalaringizga sog'lik, omonlik. Shunga shu ozgina yordam qilinglar, shu ustalarning xizmat haqisini beraylik. Shu bilan uyda opaga topshiramiz. Ana oxirida yangi mahalla raisimiz Azamat Bo'ronov, keyin Ra'no opani chaqirib, Eshonboyni chaqirib, bir duo pota qilib, bir mana shu ehson qilganlarga bir duo beradi opamizni o'zi ham, Guloyim opa ham, Eshonboydan bir duo olamiz. Shu bilan keyin uyni topshiramiz opaga. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Alloh taolo rozi bo'lsin hammalaringizdan. Qilgan ehsonlaringiz dargohiga qabul qilsin. Kattadan katta rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum aka-ukalar, qishloqdoshlar, musofirda yurgan do'sti birodarlar. Mana ishga turkamiz ham yaqinlashib qoldi. Shunga mana shu Guloyim opamizni uyini vaqtroq topshirmoqchi edik, topshirishimiz kerak. Shunga mana tashqi ham bo'ldi hisobi. Ozgina joy qoldi, bugun bo'ladi yonasi. Faqat uyimizda ishlari qolyapti. Shunga bir yordam qilsanglar, shuni vaqtroq topshirsak, salgina bu mablag'dan salgina qiynalyapmiz aka-ukalar. Opamizni vaqtroq shu uylarini topshiramiz desak, shu paytgacha topshirardik, lekin sal kechga qoldik. Shunga bir yordam qilinglar. Mana shu
bugun bo'lishadi. Mana 100 mana sho'ri qoldi. Bugun bo'lishadi. Erta yonasib addelchiklar kelsa ichkarida boshlaymiz. Shunga mana oldin ozgina bola stiyashka ham bo'lgan yo'q. Shu oldin stiyashkasi bilan ichkari qoldi. Shunga bir yordam qilinglar aka-ukalar, iltimos. Shu bir topshiraylik vaqtroq. Shu bir ikkita uyda ichi qoldi-da, shu ichini aboy jihozlarni qilsak bo'ldi. O'sha yaqinlashib qoldi, ko'p ketdi. Yashaylar hammalaringiz. Xudo kuch-quvvat bersin sizlarga. Yashaylar, rahmat. Qishloqdoshlar. Az mana narsalarni olib keldim. Ana reka hammasini. Mana bundan 3 pachka. Assalomu alaykum aka-ukalar. Musofirda yurganlar yaxshimisizlar? Mana bugun boshladik patologda. Mana ustolar kelgan. Mana kecha suvoqlar ham bo'ldi. Ishga turkalar bo'ldi mana. Hozir ustolarimiz patologda boshladi. Yonasi tezlatamiz bu yoqni endi. Rahmat hammalaringizga. Aka-ukalar, musofirda yurganlar, qishloqdoshlar, tadbirkorlar hammalaringizga katta rahmat. Mana shu hammasi sizlarni sharaflaringiz bilan bo'ldi. Yashaylar, kam bo'lmaylar. Mana ming boshchiga bir boshchi deydi shu. Azizjonga ham katta rahmat. Mana Azizjon o'sha musofirda turib bosh bo'lib shuncha xalqni, qishloqdoshlarni biriktirib mana shu ishlar bo'ldi. Yashaylar. Mana patolog ham bugun bo'ladi. Patologni boshladik. Mana ustolar ololman, ustolar kelgan mana. Qo'llari dard ko'rmasin. Mana ustolar patologni boshladi. Mana yonasiga qani shu 10-sizlarga g'ayrat qilib tursak topshiramiz degan umidda biza. Endi bu yoq sizlardan shu ichiga sal mablag'dan qiynalyapmiz aka-ukalar. Mana suvoqlarimiz bo'ldi hammasi. Shu faqat iltimos aka-ukalar shu ichidagi mana jihozlarga sal qiynalyapmiz. Bir urra qilsak shuni vaqtroq topshiraylik. Stiyashkasi qolgan mana oldinda. Stiyashka qilishimiz kerak. Uylarning ichi stiyashka bo'lmagan, parda, qolinlar shularni qilsak vaqtroq aboyi shularni bir topshirib vaqtroq topshirsak degan umiddaman. Mana hozir erta addelkachilarimiz keladi. Addelkachilarimizga ham mana burada shpaklovkalarimiz ham keldi. Erta addelchi ustolar keladi. Mana buni ham bir ko'rsatib o'tay. Shpaklovka shu ustolarimiz ham keladi ertaga. Bugun patolog bo'lib ketsa, erta addelchilar keladi. Rahmat hammalaringizga, kam bo'lmaylar, yashaylar aka-ukalar.